Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizning qadrli tomoshabinlari. Bugun men siz bilan juda dolzarb va ochig'ini aytganda ba'zi nafaqaxo'rlarimiz uchun og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan mavzu haqida gaplashmoqchiman. Gap shundaki, yaqin vaqt ichida kuchga kiradigan yangi qonun va qoidalar ko'pchilik nafaqaxo'rlarimizning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun yoki nafaqaga chiqish arafasida turgan har bir inson uchun o'ta muhim. Bu borada bexabarlik yoki noto'g'ri tushunchalar sizni jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iltimos, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizga taqdim etiladigan ma'lumotlar juda qimmatli bo'ladi. Asosiy muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab olsak. Uzoq yillar davomida mamlakatimizda ko'plab nafaqaxo'rlar nafaqa olish bilan birga ishlashni davom ettirdilar. Bu amaliyot keng tarqalgan edi va ko'p hollarda agar nafaqaxo'rning ishi rasmiy bo'lmasa yoki uning daromadi juda yuqori bo'lmasa, uning pensiya to'lovlariga sezilarli ta'sir qilmas edi. Nafaqaxo'rlar ko'pincha norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday mehnat shartnomasi tuzmasdan yoki aka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmasdan ishlashgan. Kichik do'konlarda sotuvchilik qilish, tikuvchilik, bog'dorchilik, farzandlarga yordam berish kabi ko'plab faoliyat turlari bor edi. Hatto rasmiy ishga joylashgan taqdirda ham ilgari mavjud bo'lgan ba'zi qoidalar yoki teshiklar tufayli nafaqaxo'rlar o'zlarining to'liq nafaqalarini olishda davom etishlari mumkin edi. Hatto ularning maoshlari ancha yuqori bo'lsa ham. Pensiya tizimi qo'shimcha daromadlarni har doim ham samarali kuzatib bormagan yoki ushbu daromadlarni pensiyani qayta hisoblashda yoki to'xtatishda to'liq hisobga olmagan. Bu tizimda biroz bo'shliqlar mavjud edi. Chunki davlat norasmiy sektordagi daromadlarni aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelardi va aholining turmush darajasini saqlashga ham e'tibor qaratilgan edi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlat iqtisodiyotni rasmiylashtirish va barcha daromadlarni hisobga olish bo'yicha jiddiy siyosat olib bormoqda. Endi yangi qonunchilik hujjatlari jumladan nafaqalar va ijtimoiy to'lovlar to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar va tegishli hukumat qarorlari kuchga kirmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi ijtimoiy adolatni ta'minlash. Ya'ni bir tomondan davlat nafaqasini olib, ikkinchi tomondan rasman yuqori daromad topayotgan shaxslarning pensiya to'lovlarini tartibga solish. Davlat ikki tomonlama imtiyozlarni ham to'liq nafaqa, ham yuqori rasmiy maosh daromad cheklashga intilmoqda. Shu bilan birga nafaqaxo'rlar orasida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlarga ko'proq e'tibor qaratish niyatida. Ya'ni, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va rasmiy ravishda ishlashni davom ettirsangiz yoki ro'yxatdan o'tgan tadbirkor bo'lsangiz, sizning nafaqangiz qayta hisoblanishi, qisman kamayishi yoki hatto ma'lum bir muddatga to'xtatilishi mumkin. Bu albatta hamma uchun ham emas, lekin ma'lum bir toifa nafaqaxo'rlar uchun jiddiy o'zgarish bo'ladi. Davlat har bir fuqaroning daromadini shaffof qilishga, soliq bazasini kengaytirishga va pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashga intilmoqda. Endi nafaqa jamg'armasi va soliq idoralari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi juda kuchaytirilgan bo'lib, har bir rasmiy daromad manbai to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda qayd etiladi. Bu shuni anglatadiki, sizning ishingiz yoki tadbirkorlik faoliyatingiz pensiya jamg'armasiga ma'lum bo'ladi va pensiya miqdorini aniqlashda hisobga olinadi. Birinchi asosiy qism siz bilishingiz kerak bo'lgan narsalar. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar yo'q. Demak, ushbu yangi qoidalar doirasida siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, rasmiy bandlik yoki ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik faoliyati sizning to'liq pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Bu endi faqat biror teshik orqali o'tib ketadigan narsa emas, balki qonuniy va tartibga solinadigan jarayon bo'ladi. Qanday o'zgarishlar kiritilmoqda? Yangi qoidalarga ko'ra, agar nafaqaxo'r rasmiy ish joyiga ega bo'lsa va uning oylik daromadi bazaviy hisoblash miqdorining 5 ma'lum bir karra miqdordan oshsa, uning pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Misol uchun, BHMning 5 barobaridan taxminan 26 million so'm, BHM 330 ming so'm bo'lgan holda oshgan har bir so'm uchun pensiyaning ma'lum 1% kamaytirilishi mumkin. Yoki umumiy daromad maosh pensiya muayyan chegaradan oshib ketsa, pensiyaning bir qismi to'lanmaydi. Maqsad shuki, pensionerning umumiy ijtimoiy ta'minoti, ya'ni pensiya va ish haqi yig'indisi
davlat tomonidan belgilangan ma'lum bir maksimal chegaradan oshmasligi kerak. Bu aniq raqamlar qonunchilikda belgilab qo'yiladi va muntazam ravishda yangilanib boriladi. Shuning uchun rasmiy manbalarni kuzatib borish juda muhim. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bir, rasmiy ishga joylashgan nafaqaxo'rlar. Agar siz davlat yoki xususiy sektordagi biron bir korxonada mehnat shartnomasi asosida rasman ishlaysiz va sizning oylik maoshingiz BMning bir necha barobaridan oshsa, sizning nafaqangiz qayta hisoblab chiqilishi ehtimoli yuqori. Yakka tartibdagi tadbirkor, yetti sifatida ro'yxatdan o'tgan nafaqaxo'rlar. Agar siz yetti sifatida faoliyat yuritsangiz va bu faoliyatingizdan doimiy va sezilarli daromad olsangiz, sizning tadbirkorlik daromadlaringiz ham pensiya miqdorini aniqlashda hisobga olinadi. Davlat nafaqaxo'rlar tomonidan olingan barcha rasmiy daromadlarni shaffof qilishni va ularni pensiya to'lovlari bilan muvofiqlashtirishni maqsad qilgan. 3. Norasmiy ishdan rasmiy ishga o'tayotganlar. Ko'p yillar davomida norasmiy ravishda ishlagan, ammo hozirda ish beruvchilarning bosimi ostida yoki davlatning rasmiylashtirish siyosati tufayli rasmiy ishga o'tishga majbur bo'lgan nafaqaxo'rlar ham shu guruhga kiradi. Ular uchun nafaqa miqdori kutilmagan tarzda o'zgarishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Men ishlamaydigan nafaqaxo'rlar. Agar siz umuman ishlamasangiz, hech qanday rasmiy daromad manbaiga ega bo'lmasangiz, bu o'zgarishlar sizga ta'sir qilmaydi. Siz to'liq nafaqangizni olishda davom etasiz. 2. Daromadi minimal bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizning qo'shimcha daromadingiz juda kichik bo'lsa va qonunda belgilangan minimal chegaradan oshmasa, masalan, BXMning ma'lum bir ulushdan past bo'lsa, sizning nafaqangizga ta'sir qilmasligi mumkin. Bu ko'pincha kichik miqdordagi g'ayrioddiy ishlar yoki shaxsiy tomorqadan olingan uncha katta bo'lmagan daromadlarga tegishli bo'lishi mumkin. 3. Ayrim ijtimoiy nafaqa turlarini oluvchilar. Ba'zi ijtimoiy nafaqa turlari, nogironlik nafaqasining ayrim turlari boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqalar alohida qoidalar asosida to'lanishi mumkin va ular uchun ish haqi pensiya miqdoriga boshqacha ta'sir qilishi mumkin. Ammo bu holatlarni aniqlash uchun pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashish shart. Keling, ba'zi aniq misollarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi misol. Rasmiy ishga joylashgan Ahmad aka 65 yoshda ilk taqit $1 million so'm nafaqa oladi. U oilasiga yordam berish uchun kichik bir xususiy kompaniyada ofis menejeri bo'lib ishlaydi. Uning rasmiy oylik maoshi 15 million so'm. Yangi qoidalar joriy etilgunga qadar Ahmad akaning maoshi uning nafaqa miqdoriga deyarli ta'sir qilmagan. U umumiy gert $1 million so'm, intaq million pensiya, luks 2-5 million maosh olgan. Ammo yangi qoidalar kuchga kirgach, pensiya jamg'armasi uning rasmiy ish joyidagi daromadlari to'g'risida ma'lumot oladi. Agar qonunchilikda umumiy daromad pensiya maosh BJMning aytaylik 10 barobaridan 3 million so'm oshmasligi kerak degan chegara belgilangan bo'lsa, Ahmad akaning umumiy daromadi bu chegaradan oshadi. Natijada uning nafaqasi qisqartiriladi. Masalan, uning nafaqasi ilk 2 million so'mdan beri 2 million so'mga tushirilishi mumkin. Chunki davlat uning umumiy ijtimoiy ta'minotini qayta baholaydi va uning ish haqi allaqachon yaxshi daromad hisoblanadi. Bu yerda davlatning maqsadi qo'shimcha daromadi borlarning umumiy yordam darajasini qayta muvozanatlashtirish. Ahmad aka oldin o'ylagandek ikki joydan to'liq foyda ko'ra olmaydi. Uning pensiyasi shu ish haqi sababli unga nafaqa berilishidan ko'zlangan asosiy maqsad, ya'ni yashash uchun minimal ta'minotni ta'minlash yetarli darajada bajarilgan deb hisoblanib kamaytiriladi. Ikkinchi misol, yakka tartibdagi tadbirkor Dilbar opa. Olingan yoshda 1 million so'm nafaqa oladi. U uyda tikuvchilik bilan shug'ullanadi va o'z faoliyatini YTT sifatida rasmiylashtirgan. Uning rasmiy ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik faoliyatdan oylik o'rtacha daromadi 3 million so'm. Ilgari uning YTT daromadi uning nafaqa miqdoriga deyarli ta'sir qilmasdi. Chunki bu turdagi daromadlar pensiya hisoblashda to'liq hisobga olinmasligi mumkin edi. Endi esa yangi tizimga ko'ra uning rasmiy tadbirkorlik daromadi pensiya jamg'armasi tomonidan aniqlanadi. Agar uning tadbirkorlik daromadi ma'lum bir chegaradan, masalan, BNning 8 barobaridan, ya'ni 2,6 million so'mdan oshsa, uning nafaqasi ham qayta ko'rib chiqiladi. Misol uchun, uning 1 million so'mlik nafaqasi 1 million so'mga tushirilishi mumkin. Buning sababi shundaki, u tadbirkorlikdan ancha yuqori daromad olib, o'zini o'zi ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lgan holda davlatdan to'liq nafaqa olishga hojat qolmaydi degan asos bilan uning pensiyasi miqdori qayta ko'rib chiqiladi.
bu holatda. Davlat nafaqaxo'rning umumiy moliyaviy ahvolini inobatga olgan holda adolatli taqsimotni ta'minlashga intilmoqda. Uchinchi misol, norasmiy ishdan rasmiy ishga o'tayotgan Murod aka 7 yoshda 27 million so'm nafaqa oladi. U nevaralar borligini hisobga olib, doimiy daromadga ega bo'lish uchun o'zining mahalliy do'konda norasmiy sotuvchi bo'lib ishlagan. U har oyda 1 million so'm qo'shimcha pul topardi va bu daromadi hech qayerda rasman qayd etilmagan edi. Natijada u umumiy 2,7 million so'm daromadga ega edi va uning nafaqasi qisqartirilmagan. Ammo davlat norasmiy mehnatga qarshi kurashni kuchaytirdi va do'kon egasiga barcha xodimlarni rasmiy ro'yxatdan o'tkazish majburiyati yuklandi. Murod aka rasmiy ishga o'tishga majbur bo'ldi va uning oylik maoshi endi rasmiy ravishda qayd etiladi. Rasmiy ishga o'tgach, uning erkin 7 million so'mlik nafaqasi pensiya jamg'armasi tomonidan qayta ko'rib chiqiladi. Endi uning maoshi masalan 1 million so'm pensiya bilan birga hisoblanganda umumiy daromad belgilangan chegaradan oshib ketadi. Natijada Murod akaning nafaqasi masalan 1 million so'mga kamayishi mumkin. Bu rasmiy ijtimoiy sug'urta tizimiga integratsiyaning narxi bo'lib, davlat norasmiy mehnatdan rasmiy mehnatga o'tishni rag'batlantirsa-da, bu holatda pensiya miqdorini adolatli taqsimlashni ta'minlashga intiladi. Ikkinchi asosiy qism. Qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu yerda biz yangi qoidalar qanday holatlarga taalluqli emasligi, shuningdek e'tibor berish lozim bo'lgan murakkab jihatlar haqida gaplashamiz. Istisnolar: 1. Ayrim ijtimoiy nafaqa turlari. Yuqorida aytib o'tganimdek, ba'zi turdagi ijtimoiy nafaqalar, masalan, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqalar yoki o'quvchisini yo'qotganlik uchun beriladigan nafaqalar ba'zi hollarda bu qoidalarga tushmasligi mumkin. Biroq bu har bir holatda individual ravishda ko'rib chiqiladi va alohida qonun hujjatlarida belgilangan bo'ladi. Har doim pensiya jamg'armasi bilan maslahatlash eng to'g'ri yo'l. Kichik dehqon xo'jaliklardan olingan daromadlar. Agar sizning shaxsiy tomorqa uchastkangizdan yoki kichik dehqon xo'jaligingizdan olingan daromadingiz faqat shaxsiy ehtiyojlaringizni qoplashga xizmat qilsa va uni yirik tijorat faoliyati sifatida rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, bu daromadlar pensiya miqdoriga ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin agar siz dehqon xo'jaligingizni yoki shaxsiy tomorqangizni yirik miqyosda tijorat maqsadida ishlatsangiz va buning uchun rasmiy ro'yxatdan o'tsangiz, bu daromadlar ham hisobga olinishi mumkin. O'tu, intellektual mulkdan olgan daromadlar, masalan, kitob chop etishdan olgan gonorar, patentdan olingan daromadlar kabi intellektual mulkdan olinadigan daromadlar boshqacha tarzda tartibga solinishi mumkin. Garchi ular ham soliqqa tortiladigan daromad bo'lsa-da, pensiya hisoblashda alohida qoidalar qo'llanilishi ehtimoli bor. Lekin bular ham majburiy deklaratsiya qilinishi shart. Tuzoqlar bin daromadlarni e'lon qilmaslik yoki yashirish bu eng katta tuzoqdir. Agar siz rasmiy ishlasangiz yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansangiz va pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermasangiz, avtomatik ma'lumotlar almashinuvi tufayli bu baribir aniqlanadi. Bu holatda sizga ortiqcha to'langan pensiya miqdorini majburiy ravishda qaytarish yuklatilishi mumkin. Shuningdek, jarimalar va hattoki jiddiy qonunbuzarliklarda jinoiy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi shunchalik kuchayganki, daromadlarni yashirish amalda imkonsiz bo'lib qolmoqda. Har bir rasmiy ishga joylashish yoki tadbirkorlikni boshlash avtomatik tarzda pensiya jamg'armasiga ma'lum qilinadi. 2. Chegaralarni noto'g'ri tushunish. Ko'pchilik o'z daromadlari juda past deb o'ylashi mumkin. Ammo pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi chegaralar har yili yoki ma'lum bir vaqt oralig'ida o'zgarishi mumkin. Doimiy ravishda rasmiy ma'lumotlarni kuzatib borish va shaxsan pensiya jamg'armasi bilan aniqlik kiritish muhimdir. Bitta BHM ham kichik miqdor emas va uning bir necha karraligi ko'pchilikning qo'shimcha daromadiga to'g'ri kelishi mumkin. 3. Ish beruvchilarning noto'g'ri hisobot berishi. Ba'zi vijdonli bo'lmagan ish beruvchilar xodimlarning maoshini to'g'ri hisobga olmasligi yoki rasmiy ravishda qayd etmasligi mumkin. Bu nafaqaxo'rni xavf ostiga qo'yishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi noto'g'ri ma'lumotlarga asoslanib qaror qabul qilishi mumkin. Har bir nafaqaxo'r o'z ish beruvchisining rasmiy hisobotlarini muntazam tekshirib turishi kerak. Shaxsiy elektron raqamli imzolar orqali davlat portallaridan o'z ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni olish imkoniyati mavjud. 4. Arvoh ish joylari
ba'zi hollarda nafaqaxo'rlar haqiqatda ishlamasa ham hujjatda rasmiy ishga joylashgan bo'lishi mumkin. Bu ham pensiyaga ta'sir qiladi. Chunki tizim uni rasmiy ish joyi deb hisoblaydi. Bunday holatlar aniqlansa ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish talab qilinishi mumkin. Noaniq nuanslar: 1. Qayta hisoblash davri. Pensiyalar oylik, choraklik yoki yillik daromad asosida qayta hisoblanishi mumkin. Qaysi davr asosida hisoblash amalga oshirilishi qonunchilikda aniq belgilangan bo'ladi. Masalan, agar siz bir oy yuqori daromad olib, keyingi oyda ishlamasangiz, bu qanday hisobga olinadi? Bu tafsilotlarni pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan bilib olish kerak. 2. Kamaytirish yoki to'xtatish qanday qo'llaniladi? Pensiya miqdori foizda qisqartiriladimi? Yoki daromad ma'lum bir chegaradan oshsa, pensiya butunlay to'xtatib turiladimi? Bu ham muhim savol. Qonunchilikda odatda kamaytirish mexanizmi qo'llaniladi. Ya'ni umumiy daromad minimal yashash standartlaridan oshsa, pensiya ma'lum bir foizga qisqartiriladi, lekin to'liq to'xtatilmaydi. Biroq juda yuqori daromadlarda istisnolar bo'lishi mumkin. 3. Mehnat pensiyasi va ijtimoiy pensiya o'rtasidagi farq. Mehnat pensiyasi, ya'ni sizning mehnat stajingiz va to'lagan ijtimoiy sug'urta badallaringiz asosida beriladigan pensiya. Ijtimoiy pensiya esa mehnat staji yetarli bo'lmagan yoki umuman bo'lmagan, lekin ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga beriladigan pensiya. Bu ikki turdagi pensiyaga nisbatan qo'shimcha daromadlar bo'yicha qoidalar farq qilishi mumkin. Odatda ijtimoiy pensiyalar kamroq miqdorda bo'ladi va ularga nisbatan qo'shimcha daromad cheklovlari qattiqroq bo'lishi mumkin. 4. Barcha daromad manbalarini rasmiylashtirishning ahamiyati. Garchi bu sizning pensiyangizning kamayishiga olib kelishi mumkin bo'lsa-da, barcha daromad manbalarini rasmiylashtirish kelajakda sizga ko'proq foyda keltiradi. Rasmiy ish staji va to'langan soliqlar sizning umumiy ijtimoiy sug'urta himoyangizni oshiradi. Tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi va boshqa ijtimoiy kafolatlarga ega bo'lishingizga zamin yaratadi. Bu bir martalik pensiya qisqarishidan ko'ra uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga yetib keldik. Bu o'zgarishlarga qanday tayyorgarlik ko'rish va qanday harakat qilish kerak? Quyida sizga aniq qadamlar va ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam: ma'lumotlarni aniqlang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga shaxsan borishingiz yoki ularning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishingiz shart. Bu eng ishonchli va to'g'ri ma'lumot manbai. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning shaxsiy vaziyatingizni, yoshingiz, pensiya turi, mehnat stajingiz, mavjud ish joyingiz yoki tadbirkorlik faoliyatingiz hisobga olgan holda aniq ma'lumot bera oladilar. 2. Qonunning aniq moddalarini so'rang. O'zingizga taalluqli bo'lgan yangi qonun yoki hukumat qarorining aniq moddalari va bandlari haqida so'rang. Ulardan yozma ravishda ma'lumot berishni talab qiling, agar imkon bo'lsa. Bu sizning huquqiy himoyangiz uchun muhim. 3. O'z vaziyatingizni aniqlang. Siz ish bilan bandmisiz? Yakka tartibdagi tadbirkormisiz? Daromadingiz qancha? BXMning necha barobardan oshadi? Bu savollarga javoblarni aniq bilib oling va pensiya jamg'armasi xodimiga aniq ma'lum qiling. 4. Qo'llaniladigan chegaralarni aniqlang. Sizning pensiya turiga va daromadingizga nisbatan qanday cheklovlar qo'llanilishini, qaysi daromad chegara miqdorlaridan keyin pensiya qisqarish boshlanishini aniqlang. Bu raqamlar sizning moliya rejalaringizni tuzishda asosiy rol o'ynaydi. Ikkinchi qadam: hujjatlarni yig'ing. Shaxsiy hujjatlaringiz, pasportingiz va pensiya guvohnomangizni tayyorlab qo'ying. 2. Mehnat shartnomasi agar mavjud bo'lsa, agar siz rasmiy ishlasangiz, ish beruvchingiz bilan tuzilgan mehnat shartnomasi nusxasini o'zingizda saqlang. 3. Tadbirkorlik ro'yxatdan o'tish hujjatlari. Agar siz YTT bo'lsangiz, yakka tartibdagi tadbirkor guvohnomasi va boshqa tegishli ro'yxatdan o'tish hujjatlari sizda bo'lishi kerak. 4. Daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ish beruvchingizdan so'nggi 6 oylik daromadlaringiz to'g'risida ma'lumotnoma oling. Agar YTT bo'lsangiz, soliq idoralariga topshirgan deklaratsiyalar nusxalarini tayyorlang. 5. Bank hisob varag'i ko'chirmalari. Agar sizga pul o'tkazmalari orqali daromad kelib tushsa, bank hisob varaq ko'chirmalari ham foydali bo'lishi mumkin. 3. Qadam: murojaat qiling va ma'lumot bering. Faol bo'ling va pensiya jamg'armasini xabardor qiling. Agar siz ishlashni boshlagan bo'lsangiz yoki tadbirkorlik faoliyatingizni rasmiylashtirgan bo'lsangiz,
pensiya jamg'armasiga bu haqda proaktiv ravishda, ya'ni ularni kutmasdan o'zingiz xabar bering. Bu sizning kelajakdagi muammolardan ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi yoki jarimalar saqlaydi. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi avtomatiklashgan bo'lsa ham, o'zingizning vaziyatingizni aniqlab berish, noto'g'ri tushunishlarning oldini oladi. Ikki, qayta hisoblash uchun ariza yozing. Agar sizning vaziyatingiz o'zgargan bo'lsa, ishga joylashgan bo'lsangiz yoki daromadingiz oshgan bo'lsa, pensiyani qayta hisoblash yoki vaziyatni aniqlash uchun tegishli shakldagi arizani pensiya jamg'armasiga taqdim eting. O yozma tasdiqnoma talab qiling. O'zgarishlar kuchga kirgandan so'ng sizning pensiya holatingiz miqdori, to'lanish tartibi haqida pensiya jamg'armasidan yozma tasdiqnoma olishni so'rang. Bu hujjat kelajakda har qanday nizoli vaziyatlarda sizning haqingizni himoya qilishga yordam beradi. 4-qadam maslahat olinmagan. Huquqiy maslahatchi yoki buxgalter bilan maslahatlashing. Agar siz vaziyatni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki huquqiy jihatdan murakkab masalalar yuzaga kelsa, ijtimoiy ta'minot huquqi bo'yicha ixtisoslashgan yurist yoki malakali buxgalter bilan maslahatlashing. Ular sizga eng yaxshi harakat rejasini ishlab chiqishda yordam bera oladilar. Davlat idoralarining bepul huquqiy maslahat berish markazlariga ham murojaat qilishingiz mumkin. 5-qadam, har doim yangiliklardan xabardor bo'lingan. Rasmiy manbalarni kuzatib boring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, hukumat portallari va ishonchli yangilik manbalarini muntazam ravishda kuzatib boring. Qonunchilikka kiritilgan har qanday yangi o'zgartirishlar yoki aniqliklar to'g'risida o'z vaqtida xabardor bo'lish juda muhimdir. Yangiliklar tez-tez o'zgarib turadi va sizga doimiy ravishda tegishli ma'lumotlarni olish zarur. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugun biz nafaqaxo'rlar uchun joriy etilayotgan yangi qoidalar haqida juda muhim ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Bu o'zgarishlar sizning moliyaviy barqarorligingizga jiddiy ta'sir qilishi mumkinligini yana bir bor ta'kidlayman. Lekin unutmang, to'g'ri ma'lumotga ega bo'lib, o'z vaqtida tegishli choralarni ko'rsangiz, siz hech qanday muammosiz ushbu o'zgarishlarga moslasha olasiz va moliyaviy yo'qotishlarning oldini olasiz. Sizning huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish har doim muhimdir. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir kommentariyangizni o'qiymiz va iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashga yordam beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.